hozir bitta joyda o'tirdim-da, reklamni bannerlar ko'zimga tushib qoldi. Katta binoni usti celый banner bilan yopilganda va bu binoni ishlashidan ko'ra ko'proq foyda olib kelyapti. Malika bozorida bilasizlar, men Malikani asosiy uzun zdaniyasi mana bu общий. Reklama mana shu binoni ishlashidan ko'ra ko'proq foyda olib keladi. To есть men tepasidagi pastiga yetmayman. Pastiga yetashi o'zi normal sum olib keladi, lekin men tepasi mana shu bino ishlamasa ham normal sum olib keladi. Hop, nimaga unaqa deyapman? Odatda bunaqa katta kompaniyalar do'g'urni katta qiladi. Do'g'urni bir oylik, bir yillik emas, ular kamida 3 yil, 7 yil, 10 yilga reklamaga do'g'ur qilishadi. Endi to'g'ri 1 yillik ham qilsa kerak-ku. 1 yil davomida to'lgan puli shu binoni ishlamasa ham o'zini o'zi qoplaydigan darajada, даже foyda keltiradigan darajada katta summaga do'g'ur qilishadi. Kichkinagina reklama bo'lsa ham shuni olib tashlashyapti, maksimalni deb pulni to'latirib, keyin qo'yib turishadi. 1 kvadratli joyga tekin edi reklama. Endi dash ushlarni olib tashlashyapti. Bilmadim qanaqa summasi. Bunaqa katta zdaniyaga, bunchalik katta joyga reklama normal summa chiqsa kerak.